to'xta ey. Islombek! Do'stim, Salom. nima qilyapsan? Sog'lig'ing yaxshimi? Tinchmisan? Kechagi voqeadan keyin Islombek telefon qilib ofisga keling deb shu joyni manzilini berdi. Shunga kelib turibman-da. Senga ham telefon qildimi? Shu kungacha Islombekni kambag'al deb yurardik. Sen bilan mendan ham boy bo'lib chiqdik-ku. Ha, shuni aytmaysanmi? Shunday katta zdaniyani egasi ekan. Qaraya, Ish qilib tinchlik bo'lsin. shuni ayt. Endi uni qo'ldan chiqarmaymiz. Ishonchiga kiramiz. Pulni o'zi oqib kelaveradi. Ketdik. Kechagi do'stlarimni chaqirtirib qo'yganman. Chiroyli sinovimiz bor. Bo'ldi sher, siz nasib shu. Yo bismillah. Assalomu alaykum, Islombek do'stim. Oldingizda tijoratimiz. Sizni kecha noto'g'ri tushunibmiz. Eng yaqin do'stimiz siz ekansiz. Do'stlarim, o'tiringlar. Do'stlarim, sizlarni bejizga chaqirmadim. Xo'p desalaring, birga ishlaymiz. Bo'ldi, xo'jayin. Xo'p bo'ladi, tashlayman. Do'stlar, bo'lar ish bo'ldi endi. Sizlarga bir jiddiy ish bor. Bemalol aytavering. Siz bilan ishlashga biz tayyormiz, ha? Albatta. Men bugun 1-2 kunga chet elga chiqib ketyapman. Men kelgunimgacha korxonani boshqarib tura olasizlarmi? Albatta boshliq. Endi imkoniyat keldi. Bo'pmiz, soqani uramiz. Do'stlarim, men samolyotdan kech qolmay. Sizlarga omad. Mayli xo'jayin. Yaxshi borib keling. Bir davrimiz keldi. Boplaymiz hali. Shepam, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Islom akam sizlar bilan ish bitishini aytdi. Ha, Shunga qo'l qo'yib bersangiz, oldindan 15 ming. 15 ming. Qo'l qo'yamizmi? Albatta. Zo'r joy keldi-ku. Qo'ldan boy bermaslik kerak. Qo'l qo'yib beraylik bo'lmasa. Mana ishlaringizga omad. Bo'ldi aka, rahmat. Keling boshliq. Keling boshliq. Keling. Hammasi kameraga yozib olindi. Bu xodim o'zimizdan edi. Sizlar adashdilaring. Men sizlarga pulni emas, ishonchni topshirganim. Sizlar esa pulni tanladinglar. Boylikni tanlab do'stdan ayrildik. Manfaat bizni ko'zimizni ko'r qildi. Haqiqiy do'st boylik paydo bo'lganda emas, Balki boyliging yo'qligida ham yoningda qoladigan insondir.